Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun. Yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldinglarmi? Kayfiyatinglar yaxshimi? Xo'p, soat 14:20 bo'libdi. To'yib, uxlab, uyda mazza qilib endi uydan chiqdim, chunki bugun kichkintoyimni bog'chasi yo'q. Shuning uchun o'zim ham uyquga to'yib oldim mashinamni zaryadkaga qo'yibman. Hozir ketma-ket planlarimni bajarishim kerak. Bugun vajniy ishlarim yo'q, o'zimga vaqt ajrataman. Lecheniyamga boraman, tirnog'imga boraman. Xullas, boradigan joylarim vashshe ko'p. Qo'limga emas, pedikurga boraman, kstati. Sizlarga planim ketma-ket aytgim kelyapti-da. Xo'p, ozgina zaryadga qo'ygan paytim sizlar bilan salomlashib olgim keldi. Ishib ketganimni ko'rasizlarmi? Mazza qilib to'yib uxlaganimdan bu. Sizlarning kayfiyatinglar yaxshimi? Dam olish kunlaringlar yaxshi o'tyaptimi? Menimcha